Assalomu alaykum azizlarim. Mana biz yana jonli efirdamiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Mana bugundan e'tiboran tug'ilgan kun sohibamizni nishonlamoqchimiz. Bundan e'tiboran mani o'zimga yaqinlarimdan biri mehribonim, men uchun eng qadrli bo'lgan insonim. Nihoyat tug'ilgan kun edi. U men uchun judayam qadrli bo'lgan, u menga ko'p yaxshilik qilgan. Men undan judayam qarzdorman. Allohim yaxshiliklarini, Allohim ajri savobini bersin, Allohim o'zi rozi bo'lsinlar. U menga bir paytlardan bir qo'limga jay namozida, bir qo'limga tasbeh tutib namoz o'qishni o'rgatganlari. Nafaqat kiyim-kechaklarga ham ahamiyat berib ta'minlaganlar, singlim chiroyli bo'lib yursin deb taqinchoqlar, zig'ishliklargacha olib berganlar. Sochim belimga tushganida sochlarimni tarafi o'rib qo'yganlar. Bitta bo'lib yotib qolganimda medik bo'lmasa ham ko'l darmon berib oyoqqa turg'izganlardi. Va yana bilmaganimni o'rgatganlar. Men ulardan judayam minnatdorman. Hammasini aytishga so'z ojiz to'g'risi. Alloh nasib bo'lsin, Allohim. U meni chin dildan qadrlaydilar, e'zozlaydilar. Meni judayam yaxshi ko'raman. Allohim dunyo turguncha tursinlar, Allohim. Ular meni desaga noil bo'ladilar, desaga noiljon. Allohim Payg'ambarimizga Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lganlarga valik kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. 40 yoshingiz, 40 bahoringiz muborak bo'lsin. Allohim dunyo turguncha turing. Yuzlardan ochib yuring. Mani barcha tilaklarimni qabul qilasiz degan umiddaman. Opam sizni kennoy emas, opamdek ko'raman, to'g'risi. Mehribonim, hisobonim, ko'ngli opog'im, so'zlari shirindo'ri, qalbi yumshog'im, dilimga g'am qayg'u o'rnashgan onamni, ko'nglimga ko'targan mehribon opam. Shirin hayotingiz ma'noda bo'lsin, istagan niyatingiz ijobat bo'lsin. Chehrangiz so'nmasin, hamisha kulsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Kennoyjon, sizga Allohdan baxt, tillovdan taxt, chinordek umr, yoshlikdek davr, yo'qolmasin sog'lik, orzuyingizdagi boylik, oilangizga totuvlik, qaytarmasligi, tuganmasi kulgu. Takrorlovchi omad, musafir hayot, ishlaringizga rivoj va muhabbati to'la yurak, barchasi mendan sizga tilak. Kennoyjon, Allohim hamisha dunyo turguncha turing. Akam bilan baxtli, saodatli bo'lib, Allohim hamisha bolalaringiz rohatini ko'rib, hamisha xursandchiliklarda bo'linglar, Allohim. Hech ham qayg'u, ham alam ko'rmang, Allohim. Ishlaringizga rivoj tilayman, avvalambor. Kennoyjon, avvalambor sizni dunyoga keltirgan, yaxshi inson qilib dunyoga keltirgan onangiz, ya'ni xolajonimga kattakon rahmat deyman. Allohim xolajonimni umrlari uzoq, tan joyi sog' bo'lsin, dunyo turguncha tursin. O'sha inson
bor ekan, biz ham bormiz. O'shalarning soyasida biz kulib yayrab yashamoqdamiz. Rahmat, borisaga shukur. Kinojon, endi siz yoqtirgan, siz istagan taronadan kuy qo'shiqlardan aytib beraman. Qabul qilasiz degan umiddaman. Rahmat. Sizni chin dildan yaxshi ko'raman, opamdek ko'raman. Ilohim yaxshi kunlarda ko'rishaylik, yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin ilohim. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sizdan judayam minnatdorman ilohim. Dunyo turguncha turing.